Salom hammaga. Bugun Rossiyada migrantlar duch kelyapti turgan, O'rta Osiyo fuqarolari juda ham ko'p holatda duch kelyapti turgan eng muhim masalalardan biri, ya'ni reyestrga tushganda qanday chiqib ketish va reyestrga tushmaslik uchun nima qilish kerak degan savollarga javoblarni berib o'tishga harakat qilaman. Bugungi mavzumizda reyestrga tushgan tushmaganligini qanday qilib tekshirish mumkinligini ham sizlarga bir boshdan ko'rsatib berishga harakat qilaman. Buning uchun sizga faqatgina bittagina telefoningizni o'zi kifoya qiladi. Videomiz 4 qismdan iborat bo'ladi. Men sizlarga bir qatorda qismlarga bo'lgan holatda kerakli ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilaman. Albatta sizlarga videoni tayyorlashda anchagina mehnatimiz ketdi. Shuning uchun sizlardan so'ragan bo'lardik, bittagina like tugmachasini bosib qo'yishlarini esdan chiqarmaysizlar. Qaysiki biz faoliyatimizda davom ettirishimiz uchun. Birinchi qism, reyestr nima va unga kimlar tushadi? Bu Rossiya Ichki ishlar vazirligi yoritadigan elektron ma'lumotlar bazasi bo'lib, unda mamlakatda vaqtincha yashash yoki doimiy yashayotgan xorijiy fuqarolar haqida ma'lumotlar to'planadi yoki jamlanadi. Unga kimlar tushadi? Keling shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Asosan hujjatlarda kamchiliklari bo'lgan, yashash muddatlari o'tib ketgan, ya'ni registratsiyasiz yurgan insonlar, o'zimizda tilda aytganda, yoki bo'lmasa noqonuniy, ya'ni falshiviy hujjatlar bilan yurganlar asosan reyestrga kiritiladi. Lekin hozirgi kunda reyestrga kiritilish jarayoni ozginagina o'zgargan. Ya'ni qanaqangi ma'noda, agarda sizda daktilskiy karta, ya'ni patenti kok versiyasi bo'lmaydigan bo'lsa, yoki bo'lmasa goslugadagi biometriyasi, goslugangiz ochilmagan bo'lsa, siz albatta reyestrga tushish ehtimoliniz juda ham yuqori. Xuddi shu misol aynan o'zimda kuzatildi. Birinchisida biometriyani ochtirdim, reyestrdan chiqdim. Endi daktilskiy karta bo'lmagani hisobidan, hatto student bo'lsangiz ham sizni reyestrga tiqishadi. Ikkinchi qism, reyestrga tushmaslik uchun kerakli 3 ta asosiy hujjat. Birinchisi patent. Agar ishlayib turgan bo'lsangiz, albatta patentsiz ishlamang. Bunga sabab patentsiz ishlasangiz, to'lovlarini kechiktiradigan bo'lsangiz, patentingiz avtomatik kuyib ketadi va kuyib ketganidan so'ng siz o'sha avtomatik reyestrga tushish ehtimoliniz yuqori. Ikkinchisi registratsiya. Rossiyaga kirganingizdan keyin 7 ish kunida albatta siz registratsiyalaringizni qildirib olishingiz kerak va registratsiyani qildirib olganingizdan keyin uni muddati o'tib ketmasdan oldin yangilab yurishingiz kerak. Shu holatda reyestrga bemalol tushmasdan yurish ehtimoli yuqori. Albatta gosluga biometriyaga keladigan bo'lsak, majburiy tarzda hozir bajariladigan ish. Uchinchisi tashqi pasport va migratsionniy srogi bir-biriga to'g'ri kelishi. Agarda reyestrga tushib qolgan bo'lsangiz, nima qilish kerak degan savolga mana shu hozir sizlarga batafsil to'xtalib o'tishga harakat qilaman. O'zimda bo'lgan vaziyatga asosan aynan men o'zim zaявление yozib reyestrga qo'limga MVD orqali qog'oz olib chiqdim. Mana o'sha qog'ozni cho'ntagimdan primoy sizlarga ko'rsatib turibman. Albatta imkoni bo'lsa sizlarga o'sha videoni boshida ham qo'yib ketishga harakat qilaman. Reyestrga tushib qolgan holatda siz qanaqangi yo'l tutishingiz kerak? Birinchi bo'lib turib, o'zida yo'q hujjatlarni to'g'irlashingiz kerak. Jumladan, gosluga ochtirasiz, biometriya qildirasiz, bank kartalaringiz agar reyestrdan chiqarib olsa, avtomatik ochilib ketadi. Bilasiz, reyestrga tushgan odamning barcha deyarli bank kartalari avtomatik sirasi qulflanadi. Hatto undan pul ham yecholmaysiz yoki pul ham chiqara olmaysiz. Shu holati mavjud. Faqatgina o'sha bankomatlar orqali pul yetishingiz yoki karta orqali ishlatishingiz mumkin. U ham cheklangan miqdorda. Endi birinchisi biometriya, ikkinchisi daktilskiy karta, kok karta va o'zingizda yo'q hujjatlarni barchasini qildirishingiz kerak. O'zi aslida birinchi bo'lib turib MVD ga borib, shunaqa men bank kartalarim bloklandi va MVD ga borgan deb turib aytishingiz kerak. Xullas siz hujjatlaringiz ko'rib chiqadi, qaysi hujjat yetishmayapti turgan bo'lsa, sizga o'zlari mana shu hujjatni qilib kelgin deb tavsiya berishadi. Lekin aytga bormasdan ham avtomatik chiqib ketishni xohlasangiz, bo'lmasam avtomatik chiqib ketilmagan holatda qanaqangi vaziyat yuzaga kelishi kerak degan savol beradigan bo'lsangiz, bu holatda qarang. Agar siz hamma hujjatingiz tayyor, lekin hali ham reyestrdan chiqmagan bo'lsangiz, siz birinchi bo'lib turib MVD ga borasiz, meni reyestrdan chiqaringlar degan zaявление olasiz. Zaявлениеңizdan keyin MVD ga bersiz, sizga talon beradi. Talonni olganingizdan keyin 30 ish kunida u ko'rib chiqiladi. Odatda bir ish kunida ham chiqib ketdi degan vaziyatlar ham bo'ldi. Agarda bu misol shanba, yakshanbaga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, bemalol o'sha reyestrdan chiqib ketish ehtimolingiz bor. Ikkinchi qadamimiz zaявлениеda sizdan nima so'raladi? Birinchisi familiya, to'liq familiya ismingiz, tug'ilgan saningiz, pasport raqami, qachondan beri Rossiyada yashayapsiz yoki bo'lmasam nima maqsadda yashayapsiz? Albatta zaявлениеda shu ma'lumotlar ko'rsatilishi kerak. Albatta bundan keyin siz o'zingizda elektron pochtangizni yozib qo'yasiz va MVD sizga o'sha 30 ish kunida javob qaytaradi pochtangizga. Ya'ni ha, siz reyestrdan chiqardik yoki nima sababdan reyestrdan chiqmayapti turganligingizni ham sizga pochtangiz orqali yuboradi. Albatta bu narsa o'sha qog'ozda MVD ga borsa sizga zaявление beradi. Zaявление ko'rsatilgan bo'ladi barcha ma'lumot. Ana endi siz Rossiyada reyestrdan qanday saqlanish va unga tushib qolgan taqdirda qanday qilib chiqish usulini bilasiz. Menimcha video sizlarga juda ham foydali bo'ldi. Albatta bizni videomizni
qadrlangan holatda, mehnatimiz qadrlangan holatda bittagina like tugmachasini bosib qo'yishni esdan chiqarmaysiz. Agar sizga zaявleniyaning ko'rinishi yoki bo'lmasam talon rasmi va o'sha zaявleniyaga nima ma'lumotlar kiritilishi kerak degan ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib turib pastda silka Telegram kanalimiz bor, kirib obuna bo'lib qo'ying va o'sha yerdan yuklab olishingiz bemalol bo'ladi. Va undan tashqari biz bilasizlar, aviabilet sotish bilan shug'ullanamiz. Agarda sizga eng arzon yo'nalishlar, jumladan 13900 hozirgi kunda Ulukvadan Samarqand, Toshkent yo'nalishlari bo'yicha yoki Samaraga turda aparatinga 8900 rubl aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga WhatsApp va Telegramdan aloqaga chiqib biletlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Nomerlarni ekranlarda qoldirib ketyapman.